boshlang. Assalomu alaykum, hurmatli qaddidan qadri baland bo'lgan yurtdoshlarim. Mana biz 2025-yil 14-mart sanasida turar ekanman. Umra ziyoratlarini qilib, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq amallarni bajarib turibman. Va jamoatim ham mana shunday go'zal amallarni bajarib turibdi. Bunga asosan sabab yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichdir. Bu kishining islohlari, bu kishining harakatlari tufayli biz mana shunday go'zal kunlarga erishdik. Parvardigoro yurtboshimizning boshlarini omon qilgin. Ahllari, farzandlari, barchalarni Allohim umrlarini uzoq aylagin. Bizga o'xshagan xalqlarni Allohim doim boshlarini silab, mana shunday keng imkoniyatlar yaratib berishlikda Alloh nasib ro'z qilgin. Mana shunday dargohlarga barcha yurtdoshlarimni duo qilaman. Ilohim barchalarini mana shunday dargohlarda ziyorat qilishlikni va Havz-i Zamzamdan suvlar ichishlikda Alloh nasib ro'z aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا نبينا وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد. Parvardigor, o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durdu salovatlar bo'lsin. Ya Rabbi, mana shunday go'zal dargohlarda jamiki yurtdoshlarim, do'st birodarlarim, qavmi qarindoshlarim barchalarini duo qilaman. Allohim dardmanlarning dardlariga Alloh o'zing shifoyi komil bergin. Safarda yurganlarning safarini bexatar qilgin ya Robbi. Ya Robbi, shuning bilan birgalikda jamiki mu'min muslimlarni Allohim ruhlarini mana shu yerga chaqirgan holatda ziyoratlar qilishlikni Alloh nasib ro'z aylagin. Xosatan yurtboshimizning boshlarini omonda saqlagin. Mana shunday tashkilotlarda mutasaddilar bor, harakat qilayotgan ustozlarimiz bor, pirlarimiz bor. Allohim barchalarga Alloh o'zing madad bergin. Ro'za qiyomatda barchalarni bir-birlariga qo'shni bo'lishlikni va jannatul naim, jannatul ma'olarida ko'rishlikni Alloh nasib ro'z aylagin. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa azabil qabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.